birorta millat bir-biridan hech nimasi bilan ustun emas. Biz o'zbek bo'lib tug'ilganmiz, ruslar rus bo'lib tug'ilgan, fransuzlar fransuz bo'lib tug'ilgan va birortasi bir-biridan ustun emas. Hamma millat Xudoni nasib qilgan millati va ana o'sha nasib qilgan millat sifatida rivojlanish kerak. Vatanni yaxshi ko'rish kerak. Vatan 38 millionta shaxslardan iborat bo'lgan davlat. Sizlar mana shu yerda o'tirgan 200 ga yaqin odamni har biri O'zbekistonimizning bittadan shaxsi. Hammamiz xohlaymiz O'zbekistonning rivojlangan bo'lishini. Hammamiz xohlaymiz O'zbekistonning qudratli bo'lishini. Masalan, o'zbek tilini rivojlantirish uchun hissa qo'shish kerak. Hissa qo'shish kerak degani nima degani? Bu tilda gapirish degani. Bu tilda yozish degani. Bu tilda o'qish degani, bu tilda fikrlash degani. Bu boshqa tillarni o'rganishga xalaqit beradimi? Yo'q, albatta. Siz agar qancha boshqa tillarni yana qo'shimcha o'rgansangiz, sizni bilimingizning kengligi o'zbek tilini va O'zbekistonni yana ham rivojlantiradi. Ya'ni bilimli odamlar davlatni rivojlantiradi, bilimsiz odamlar emas. Kuchli fuqarolari, bilimli fuqarolari bo'lgan davlat rivojlangan davlat bo'ladi. Rivojlangan davlat degan masalani amalga oshiradigan inson o'zligini esdan chiqarmasligi kerak. Til o'rganishmi? Marhamat, o'rganing. O'rganish kerak. 10 tagacha til bilinglar. Lekin o'zbek tilini esdan chiqarib qo'ymanglar. O'zingizlarni esdan chiqarib qo'ymanglar.